2026 yilgi Chevrolet Damas. Bu O'zbekistonda eng ko'p tanilgan va eng ishonchli ixcham minivenlardan biri. Ushbu model ilk bor 1990 yillarda ishlab chiqarilgan bo'lib, yillar davomida oddiyligi, arzon xizmat ko'rsatishi va tejamkorligi bilan mashhur bo'lib kelmoqda. 2026 yilgi versiyada Damas biroz zamonaviyroq ko'rinishga ega bo'lgan. Old faralari yangilangan va salonida qulayliklar oshirilgan. Ichki qismi sodda, ammo amaliy, kundalik ish va oilaviy foydalanish uchun yetarli. Texnik tomondan avtomobil butun 8 litrli dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, shahar ichida bemalol harakatlanadi va yoqilg'i sarfi juda past. Mexanik uzatma oddiy va ishonchli ishlaydi. Damas ko'proq shahar sharoiti, kichik biznes, yetkazib berish yoki katta bo'lmagan oila uchun juda mos keladi. O'xshash avtomobillar bilan solishtirganda, uning eng katta ustunligi arzon narx, ehtiyot qismlarining oson topilishi va servis xarajatlarining pastligidir. 2026 yilgi Chevrolet Damas narxi hamyonbop bo'lib, u hamon eng tejamkor va amaliy avtomobillardan biri bo'lib qolmoqda. Agar sizga dabdabadan ko'ra ishonchlilik va foyda muhim bo'lsa, Damas hali ham yaxshi tanlov hisoblanadi.